Sizda anchagina interaktiv panellar reklamasi chiqqan, ammo bunaqasi aniq chiqmagan. Sababi biz faqatgina Neotouch brendiga tegishli bo'lgan interaktiv panellarnigina ko'rsatamiz. Bu panellarni boshqalaridan nima farqi bor desangiz, ovozini balandroq qiling. Hozir tushuntirib beraman. Birinchidan, biz ushbu panellarimizni shunchaki ishlab chiqarmaymiz, chunki biz brendimiz va avvalo mijozlar roziligi uchun ishlaymiz. Rozilikka erishish uchun esa tabiiyki biz eng qulay narx va eng sifatli ichki tuzilmalarni ushbu panellarimizni mujassam qilganmiz. Ikkinchidan, biz sizning ko'zingiz ilg'amaydigan birozgina sifatsiz ekran o'rnatsak ham bo'lardi. Biroq biz sotgan har bir mahsulotimiz uchun katta muddatli kafolat beramiz. Interaktiv panellarimiz kafolat davrida ham, undan keyin ham buzilmasligi uchun eng sifatli ekranlar bilan jihozlaganmiz. Bundan tashqari, ushbu panellarimiz shundoqqina yaxshi sotilyapti deb hech qanday yangilik qilmasak ham bo'lardi. Biroq biz AI assistent, kamera hamda ovoz yozish funksiyalarini ushbu interaktiv panellarimizni mujassam qildik. Boshqa yangi funksiyalar ustida ham ish olib boryapmiz. Bu 3 donagina sabab xolos va bu sabablardan bizda talaygina. Keling, yaxshisi bu haqida showroomning o'zida gaplashamiz. Nima dedingiz? Manzilni bilib olish uchun yoki sizda boshqa savollar bo'lsa, ekrandagi raqamlar bilan bog'laning. Unutmang, Neotouch eng to'g'ri tanlov.